Assalomu alaykum barchaga. Mana bugungilik ishimni ham realni video obzor qilaman. Ya'ni ko'pchilik so'rashyapti. Realni nima ish qilasiz? Har kungilik ishingizni tashlab boring. Videoni ko'rmoqchimiz deyishgani uchun mana bugun 3-martasiga ham video qilyapman. Ya'ni realni ish jarayonimni. Va orada shu texnikalar qancha pul topishini, oylik daromad qancha bo'lishini, soatiga necha pul bo'lishini, endi faqat JSB traktorda emas, boshqa texnikalarni ham, misol uchun dalada ishlab qancha pul topadi, shular haqida ham ma'lumotlarni berib boraveraman. Xo'p, undan oldin nima ish qilyapman? Shuni hozir realni ko'rsatay. Mana kamerani to'liq qilaylik. Mana realni ishim. Ya'ni uborka teritoriya deydi. Akalar hozir mana to'liq qildi. Har doimgidek mana shu kovushga hozir mana shu musorlarni yuklashadi. Men esa konteynerga olib borib to'kaveraman. Ko'rib turganingizdek. Bir-birlariga hazil qilishyapti. O'zimizning O'rta Osiyo xalqlari qiziqda mana shunday. Shu tomonlama men to'g'risi ana shu tomonlama juda bir plyus tomonlari bor. Bir-birlariga hazil-huzul qilib, vaqtni o'tkazib ishlashaveradi. Mana shunday ishlarimiz. Har kunlik shu, mana realni. Oldingi ish jarayonlarimni ham ko'rgansizlar. Xo'p, akalar. O'tgan videoda aytdim, JSB traktor, gusenichli ekskavator soati 700 rubl bo'lishini, kuniga 10-11 soat ishlab, kuniga o'rtacha 7700 rubl topishini aytdim. Soatiga hisoblanishini aytdim. Ya'ni bu ishlarni. Ana endi ko'pchilik so'rashadi, ayniqsa mana O'rta Osiyo o'zimiz odamlar oldin o'sha SSR davridan shu MTZ traktor yo'qmasa Kasmissot mana shunga o'xshagan dala texnikalarni haydab o'rganishgan. Xo'p, ularning oyligi qancha? Rossiya territoriyasida, ya'ni dalada ishlab. Hozir o'rtacha aytaman, o'rtacha 120 mingdan 150 ming rubl akalat oylik beriladi dalada ishlasangiz. Deylik, misol uchun qanday? MTZ traktorda, MTZning ham 15-23 bor, MTZ 82 bor bilasizlar. Yo'qmasa mana bu Class Arion, John Terry traktorlar bor. Ana shular o'rtacha minimalni 120 ming rubldan 150, даже 180 ming rublgacha ham olishlari mumkin. Endi o'rtacha bar 150 minggacha. Qiladigan ishlari shu faqat dalada, bilasizlar. Rossiya territoriyasida mana bu sabzi, keyin simichka, ayniqsa gektarlar, bu simichkani oxiriga yeta olmaysiz. Eng ko'p ko'rgan o'zim. Kartoshka, mana shunga o'xshash texnikalar ekinlar juda ham ko'p ekiladi. Hozir texnika deyapman. Unga haydaladigan texnikalar asosan shu MTZ, Kasmissot, Krovis deydi, keyin Class Arion, John Deere, ana shular akalat oylikka yuradi. Endi to'g'ri, misol uchun polivniy rabota deydi, soatiga где-то bir 500-550 rubldan hisoblanadi. Keyin remontni sal kamroq berishi mumkin. No, asosan 90% akalat oylikka ishlashadi. 90%. Ana shunday. Keyin yana dalada ishlaydigan bu kombayn, bilasizlar. Kombaynda lekin oyligi balandroq. Misol uchun mana bu sabzini alohida qilib bergan kombaynlarga endi asosan g'alla o'rimi bo'ladi. Mana bu sabzilarni teri olish ham mana shunday. Tak, ularning oyligi minimal 180 mingdan даже 300 ming rublgacha olishadi. Lishni o'zim eshitganim mana shunday. 300 ming rublgacha olgan akalar bor. Endi sredni aytaman, endi 300 ming rubl juda maksimalni aytib yubordim. 180 mingdan 250 ming rublgacha sredni bor, o'rtacha. Ana shunday qilib siz kombayn haydasangiz shuncha oylik olasiz. Shuning uchun
Agar rost dalada qiziqishingiz bo'lsa, ayniqsa mana bu O'rta Osiyo akalarimiz ko'pchilik aytdim-ku, video boshida dalada ishlab o'rganishgan, dalada yana dars ishlamoqchi bo'lsangiz, imkon boricha kombaynga olib topshirishga harakat qilinglar. Sababi to'g'ri sezonli bo'ladi. Misol uchun 4 oy oshib borsa 5 oy bo'lishi mumkin. Yo, unchaga ham bormaydi, asosan 3 oy, 4 oy. Lekin oylik daromadi yaxshi bo'ladi. Ya'ni siz kombaynga sezon tugagandan keyin bemalol balki John Deere, Class Arion yoki Imptis traktorlarni ham haydashingiz mumkin. Qana shunday. Shuning uchun dalaga ham lekin ish ko'p. Rossiya territoriyasida bularda gektarlar, 50-100 gektar har bir fermada kamida bir 10 ta, 12 talab texnika, temboli bu yerda texnikalari yangi, yaxshi bo'ladi. Ana shu tomonlama plus. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, podromni ko'rsatay. Mana bu yerda ekskavator ishlayapti. Hozir teleskop pagurchi ko'rsatgandek, ya'ni samosolga yuk ortyapti. Biz esa mana bu musorni hozir konteynerga og'diramiz. Bu dalada ishlaydigan texnikalar uchun. Dalada doimiy ish bo'ladi. Qishki kuni oylik sal tushishi mumkin. Gapni ochig'ini aytsam, 80 ming, 90 ming, 100 ming rubl atrofida o'rtacha arzonlaydi. Lekin sezoniga 150 mingdan 180 ming rublgacha, chunki o'sha siz poliyada ishlashingiz kerak. Ish ko'payib ketish hisobida oyligingiz ham shunga qarab oshadi. Endi plus tomonlari dalada ishlasangiz, misol uchun mana shu Class Arion, John Deere, Imptis traktorlarni haydasangiz, tinchlik tomonlama aytaman. Misol uchun siz pitaniya deb chopmaysiz, yashash joy qidirayotganman deb chopmaysiz. 3 mahal pitaniyangiz o'sha firmani hisobidan yashash joyingiz, deylik registratsiya bo'lsa registratsiya, misol uchun boshqa oblaslarda bo'lsangiz mana Tver, Tula, keyin tak mana shu Rossiyani ayniqsa boshqa oblastlarda ish juda ko'p bo'ladi. Misol uchun Tataristonda ham ko'p, Orlovskiy oblastlar bor. Ana shularda ham dalada ish juda qizg'in ketadi, ish ko'p shularda ham. Ya'ni plus tomonini aytyapman, agar dalada ishlasangiz, sizda 3 mahal pitaniya, yashash joyingiz, registratsiyangiz, o'sha firma hisobidan besplatni formangiz, trudovой договор hammasini qilib beradi. Ana shu tomonlama sizda demoqchi bo'lgan ancha bosh og'riq kamayadi. Nima sababdan bosh og'riq deyapman, bilasizlar? Mana bu hujjat masalasi, dokument masalasi yugur bir juda bosh og'riqda o'zimizda migrantlar uchun. Lishni o'zim uchun ham bosh og'riq. Odamni juda bir manali charchatib yuboradi. Dalada ishlasangiz, hammasini o'sha firmani o'zdagilar qilib beradi. Sizda faqat mehnatini qilasiz, oyligingiz oklad oymoy o'z vaqtida tushadi. Ana undan keyin dars ishlayverasiz. Mana bu yerda ham bitta ekskavator chakamiz bor. O'sha kunga aka shu hali beri shu turib nima deydi? Telefon chiqarib oylikda oladi shu akamizga. Qoyili. Nimaga mana shunday bo'ladi shu akamizga? Bir qo'l ko'tarib qo'yamizmi? Aka qandaysiz? Mayli akani ekan. Xo'p. Qo'yamiz. Mana endi musorda ortishadi dalsha. Berib. Xo'p, to'xtaganda o'zimni ko'rsatib hozir obzor qilay. Mana shunday gaplar akalar. Mana traktorda ishlayapman. O'sha kungi joylar. Xullas, agar siz ko'pchilikda nima desam, pravo olgandan keyin daladan birdan spes texnikaga o'tishmoqchi bo'ladi, yo spes texnikaga o'rgangan odam dalani ishiga ishlamoqchi bo'ladi. Bu yerda eng asosiysi, siz oldin qaysi texnikada o'rgangansiz, shu ishni davom ettirsangiz o'ziga yaxshi bo'ladi har tomonlama. Deylik, misol uchun siz O'rta Osiyodan keldingiz, ya'ni O'zbekiston bo'lsin, Tojikiston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, Imptis traktor haydagansiz, Kosmosot traktorlarni haydagansiz, deylik siz barana tortgansiz, kultovassa tortgansiz, plukda ishlagansiz, 90-95% holatda meni maslahatim dalaga ishlashlaringizni maslahat beraman. Sababi qiynalmaysiz, tinch. Agar spes texnikaga ishlamoqchi bo'lsangiz, spes texnika ko'proq shaharda ishlash kerak bo'ladi. Xullas, hujjat masalasi yugur.
bilasiz shaharda ichida gayi to'sishi bor. Misol uchun men Perigon qilaman desam, gayi juda ko'p ushlagan o'zimni. Ana shunday. Dalada bo'lsa tinch. Agar siz space texnikada ishlab o'rgangan bo'lsangiz, yana shu shaharda space texnikada ishlashingizni davom ettirishingizni maslahat beraman. Uni ham sababi bilasiz dalaga borgandan keyin dala bir chet joy, shaharda misol uchun u daraja katta domlar, keyin nima deydi? Katta supermarketlar yo'q. Siz zerikishingiz mumkin, ichingiz qizishi mumkin. Baribir keyin siz shaharga ishlashda sog'inib qolasiz. Xohlaysiz shu narsani. Hech nima o'zimni boshimdan o'tgan. Ana shunday gaplar. Demoqchi bo'lganim, oldin qaysi texnikada ishlab davom ettirgan bo'lsangiz, yana dalshi shu ishingizni davom ettirsangiz, o'zga yaxshi, zerikmaysiz, dalshi ishingizni davom ettirasiz. Keyin prava masalasi bo'yicha boya dalada kombaynda oyligini aytdim, yaxshi. F kategoriya bo'ladi, kombaynga o'tadigan. Misol uchun, lishni o'zim qilib beryapman, bilasizlar. F kategoriya ko'pchilik akalarga olib berganman. Dalaga ishlash uchun. O'zi unchalik ham qimmat turmaydi. Agar misol uchun yangi prava olayotganlar F kategoriyani qo'shtirish hozir 8000 rubl turadi. Rublga. O'zimning maslahatim lishni o'zimni ham space texnikalarga, ham dalaga o'tadigan texnikalarga prava qiling. Bu ham arzon tushadi, ham kelajakda sizga ancha qulaychilik yaratadi. Misol uchun deylik, space texnika uchun prava olayotgan akalar asosan 4 ta kategoriya olishyapti. Mana o'zim bilaman. Space paket deydi, narxini bilasizlar. Agar siz 5-kategoriyani qo'shsangiz, ya'ni 5 ta kategoriya, F kategoriya kombaynni ham qo'shsangiz, oradagi farq 8000 rubl bo'ladi. Ya'ni bitta kategoriya qo'shilgan hisobida 8000 rubl qimmataydir. No, keyin kelajakda siz xohlang dalada ishlaysizmi? Xohlang space texnikada ishlaysizmi? Misol uchun hammani xohish farqli-ku, men maslahat berganman, to'g'rimi? Sizni pravangiz universal qoladi. Prosta universal bo'ladi. Siz xohlang dalaga ishlab ketaverasiz, space farqi yo'q. Ya'ni prava bilasiz 10 yillikka beriladi. Srogi 10 yil. 10 yil siz xohlagan joyingizga ishlashingiz mumkin. Demoqchi bo'lgan nima deganim, qarang, Moskvada bo'lasizmi, Rossiyada bo'lasizmi, bu yerda siz bilan men aytganimiz vaziyat to'g'ri kelmaydi har doim. Siz space texnikada ishlayman deysiz-ku, momentalni sizni tanishingiz orqali, misol uchun, yaxshi ish joy daladan to'g'ri kelib qoladi. Siz shunda dalaga ishlayman deysiz, lekin pravangiz bu yerda sizga xalaqit berishi mumkin. Ya'ni shu kategoriya yo'qlik hisobiga. Ya'ni sizda 4 ta kategoriya bor, lekin ular aytishi mumkin, kombaynga ham prava kerak, kombaynga ham urdirib kelmasang bo'lmaydi, kategoriya shuni qilmabsan, shunga ham kerak bo'ladi deb aytib qolishi mumkin. Mana bu o'sha vaqtda sizda to'sqinlik beradi. Keyin yo bo'lmasa siz dalada ishlayapsiz. Misol uchun daladan qandaydir zerikdi, space texnika haydagisi kelib qoldi. Ana shu vaqtda space texnikadan zo'r ish chiqib qoldi. Hozir makoyiga qarab to'g'ri olib boraylik. Bu holatda ham agar sizni pravangizda qandaydir kamchilik bo'lsa, afsuski, yaxshi quruq zo'r ishlardan quruq qolasiz. Ana shunday gaplar. Xo'p, ish jarayonini olay. Demak, ko'rib turganingizdek, usulda yuklashyapti. To'liq ko'rsatay. Mana ish hozir samasolni qo'yaveramiz, yo'l beramiz. Balcha shu tomonda tozalab, xo'p, hozir yo'l beraman. Tak, bu tomonga kir deyapti, u tomonga kirmaymiz, sababi nima deydi, bu texnikada mana bu joylardan ishlaguncha armaturadan ehtiyot bo'linglar, ya'ni balondan. Tak, to'liq yo'l beraylik. Kavshni ko'taramiz va to'liq joy qoldiramiz samasol o'tishiga. Ana shunday gaplar. Keyin qarangizlar, video cho'zilishi mumkin. Hozir har bir ish jarayoni o'rtacha 15 minut, 16 minutlar video bo'lib ketyapti.
oxirigacha ko'ring, sababi faqat ish jarayonini emas, kerakli ma'lumotlarni ham aytib boryapman. Mana shu spes texnika sohasiga, ya'ni traktor sohasiga bilasiz, realni mana ish joyim, ham ishlayman, ham prava bo'yicha, ish bo'yicha, oylik bo'yicha kerakli ma'lumotlarni berib boraman. Ana shunday gaplar. Xullas, hozir koshni to'ldirishadi, yana boyagi konteynerga borib to'kib kelaman. Bizda mana shunday ishlar ko'rib turgansizlar. Xullas, shoshmasdan qimir-qimir ishda davom etamiz. Hozir kun bugun salqinroq, lekin pechkani qo'shganman, kabinani ichi issiq. Mana shu tomonlar nima desam, katta plyusda bu. Texnika sohasiga nafaqat ko'pchilik oyligiga qiziqishadi, to'g'ri, oyligi ham juda bir baland emasdir. Balki misol uchun kuniga 7000 rubldan kimlargadir даже stroykaga ishlab oddiy remont ishini qilib 10,000-15,000 rubl topib qo'yar. No tomoni bor, texnikada sog'lik tomonlama ancha plyus tomoni ko'p. Ya'ni siz sovuq qotmaysiz. Misol uchun bemalol toza kiyimda ishlashingiz mumkin. Ana shunday. Plyus tomonlari ko'p. Hop. Mana shu yerga to'ksak ham bo'ladi. Endi kichkina konteyner, buni tez to'ldirib qo'yamiz, shuning uchun to'kmayotgandim. Hozir to'g'ri kelib qoldi. To'kamiz va oldi ko'shi bilan trambovka qilib qo'yamiz. Shu bilan bu konteynerga boshqa to'kmaymiz. Shu bilan to'g'ri. Mana shunday oldi ko'sh bilan oddiy trambovkacha qilib qo'ysa ham bo'ladi. Chelist ochib. Ana endi chelistni yopaman. Barcha ishimizni davom ettiramiz. Xullas, mana shu teritoriyani hozir to'liqroq ko'rsatay. Aynalasiga mana shuni borka qilib chiqish bugungi ishimiz. Ya'ni bugungi zadaniya. Bu akalar mana shu musorlarni mana terishyapti. Traktorda oldi ko'shaga solib borishaveradi. Men esa konteynerga olib borib to'kib, konteynerda trambovka qilib boraveraman. Xo'p, mana shunday videomiz ham 15 minutdan o'tibdi. Menimcha yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Erinmasdan videoni oxirigacha ko'ring, sababi o'sha dalada ishlaydigan texnikani asosiy oyligi qancha shular haqida ma'lumot berib o'tdim. Mayli akalar, sog' bo'lasizlar, bo'lmasa nasib yana nima deydi? Talabga qarab har kunlik ishimni, avzorini chiqarib boraveraman. Sog' bo'lasizlar. Biz ishda davom ettiramiz.